Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. İstanbul qatnash bekatlaridagi Xitoycha xatlar qattiq tanqidga uchramoqda. Hong Kong xalqi vaqt hukumat xitobnomasini e'lon qildi. Uyg'urlarning ishlab chiqarish madaniyatidan xotin qog'ozi. Tövəndəki ixtilaf xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bo'lsin. Türkiyədəki metro, tramvay qatarlıq ommaviy qatnash bekatlarga yozilgan Xitoycha bekat ismi Turkiyada yashayotgan Uyg'urlardan sirt Uyg'ur davosiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelayotgan har qaysi turk jamiyati va tashkilotlar, bir qism partiya, millat vakillari, jumladan nurg'unlagan turk xalqining kuchli noroziligiga uchradi. Fatih televiziyasi, Qaror gazeti, Milliy gazet, Yildiz tashkiloti, İslamni qo'g'dash tashkiloti qatorliq o'rinlar o'zlarining har qaysi sosial media turbatlarida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarning til yoziqini cheklayotganligi va 3 milliondan ortiq Uyg'urning Xitoyning jazo lagerida jon talishayotgan mushundaq bir vaqtda İstanbul ommaviy qatnash bekatlariga Xitoy ism yozilishini turk xalqining qabul qilmaydiganligini va buningga bo'lgan noroziligini ochiq ifodalagan. Alparan Ocakları İstanbul reisi Kürşat Mincan özünün şəxsi toru hesabıda beketlərə Xitayca isim yazışının bir aniqlaması yoxluğunu, bu xil ahvalının heç bir dövlət yol qoyulmağını, meyli qandaqlı bolsun bunun xata ikənligini, Türkiyəyə kelgan sayohatchilarning maxsus sayohat yetakchiligida sayohat qiladiganligini, bunun faqat mənfəət üstüge qurilgan öz qarindoshlarının qalbini qirishdan boshqa narsa emasligini o'tirib qo'yib, shaharlik hukumatdan bu ishni darhol to'xtatishni talab qildi. İyi Partiya İstanbul başlığı Buğra Kavuncu beketlərə yozilgan Xitoycha xatlarning Sharq Turkistondagi zulmni yana bir qatim eslatganligini va bu ishga yaqindan ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Bir qism millatchi turk yoshlari beketlardagi Xitoycha xatlarni yirtib tashlab, uning o'rniga ko'k bayroqlarni osdi. 4 oktyabr kuni Hong Kong hukumati jiddiy ahvol nizomnomasiga asosan niqoblanishni cheklash qonunini e'lon qildi. Bununla norozilik bildirgan Hong Kong xalqi 18 rayonda bir vaqt qarshi namoyish o'tkazib, bir vaqtda Hong Kong vaqt hukumati xitobnomasini e'lon qilib, Hong Kong hukumati bilan Xitoy kommunistlari qarshi turadiganligini jakarlagan. Mazkur xitobnoma bayonotida Hong Kong hukumatining butunlay Xitoy kommunistlari tomonidan kontrol qilinganligi, Hong Kong xalqiga vakillik qilolmaydiganligini, o'z qonuniyligini, shunga boshqa vaqt hukumat qurib Hong Kong hokimiyat ma'muriy ishlarini o'tkazib olish, demokratik saylov o'tkazishga tayyorlik ko'rish qatorliqlarni bildirgan. Hong Kong xalqi vaqt hukumat xitobnomasining asosiy mazmuni tovandikicha. İnsaniyat madaniyatining taraqqiyoti jarayonida ko'ni narsalarni ag'dirib, yangi narsalarni qurish bir muqarrarlik. Navada mavjud hukumat xalq tarafidan qurilmasa, xalq tarafidan boshqarilmasa, xalq tarafidan bahrilanilmasa, kishilarning xalq tava hukumatni qurishi haqliqdir. Hozir Hong Kong alohida ma'mur rayon hukumati Hong Kong xalq tarafidan qurilmagan, boshqarilmagan, bahrilanilmagan. Shunga biz bugun Hong Kong vaqt hukumatining qurilganligini jakarladik. İnsanlar tug'ilishdan barobar, Tangri butun insoniyatga tortib olishga bo'lmaydigan ba'zi huquqlarni ato qilgan. Ular yashash huquqi, erkinlik huquqi, izzat huquqi va baxtga intilish huquqi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Mana bu biz e'tirof qiladigan ham dafsanda qilishga bo'lmaydigan haqiqat va prinsipdir. Kishilar talon-taroj qilmaslik va talon-taroj qilinmaslik uchun qonun va hukumatni turg'izib, boshqalarning va o'zining huquq manfaatini qo'g'digan. Hukumatning barliq huquqi xalqdan kelgan. Agar hukumat bu prinsipni bo'lsa, xalqning uni ag'dirib etishga va qayta qurishga mutlaq haqqi bor. Navbatda Hong Kong alohida ma'mur rayon hukumati Xitoy Xalq Jumhuriyatining va Xitoy Kompartiyasining kontroliga tushib qoldi. Hong Kong xalqining talablarini ko'rmasga selib oldi. Xalqning haq-huquqlarini qo'g'dimay dafsanda qildi. Xalqqa foydali qonun tuzish u yoqda tursin, aksiya xalqning erkinligini texmo tortib oldi. Hong Kong alohida ma'mur rayon hukumati bugun qonun palatasidan agib o'tib, niqoblanishni cheklash qonunini turg'izib, xalqning yig'ilish huquqini davomli cheklashga urinib, ko'p sonli Hong Kong xalqining orzusiga parvo qilmadi. Biz Hong Kong alohida rayon hukumat xalqining e'tirof qilishi va huquq berishidan mahrum qoldi deb hisoblab, Hong Kong alohida ma'mur rayon hukumatining o'z qonuniyligini yo'qotganligini, ma'muriy amaldorning, har qaysi mahkama va idora boshliqlarining o'z xizmat tufaylidan erishgan huquqlarining darhol amaldan qolganligini jakarlaymiz. Hong Kong vaqt hukumati monolan jakarlaydi. 1. Aslidagi Hong Kong alohida ma'mur rayon hukumatining organlari vaqt hukumatning boshqarishida bo'ladi. 2. Aslidagi Hong Kong alohida ma'muriy rayon hukumatining ma'muriy boshlig'i, idora boshliqlari va muavin boshliqlari, har qaysi tarmoqlarning boshliqlari va muavin boshliqlari darhol xizmatidan ayrilib, toki vaqt hukumat tayinligicha o'z o'rnini bo'shatish kerak. 3. Har qaysi tarmoqlar 2018-yildan buyon Hong Kong alohida ma'mur rayon hukumat e'lon qilgan yangi siyosatlarni ijro qilishni darhol to'xtatib, har darajalik xodimlar o'z o'rnini saqlab qolishi hamda ayrim uqtirish qilinguncha tarmoqlarning zarur bo'lgan kundalik normal xizmatini davomlashtirish kerak. 4. Hong Kong vaqt hukumatining vazifa muddati 5 yil yoki hukumat apparati va ma'muriy amaldorni umumiy xalq nomzod ko'rsatib, umumiy saylov orqali barliq keltirguchi bo'ladi. 5. Hong Kong vaqt hukumatining ma'muriy amaldori va har qaysi tarmoqlarga vaqtga tayinlangan amaldorlarning vazifa muddati oyoqlashgandan keyin ularning umr bo'yi Hong Kong hukumatida va ommaviy organlarda har qanday vazifa olishiga yoki maoshlik tadbir belgilash ishlarini qilishiga bo'lmaydi. 6. Hong Kong vaqt hukumati yangi qonun e'lon qilguncha Hong Kong qonunining har qaysi moddalari vaqtincha saqlab qolinadi. 7.
Hong Kong Qonun palatasi tarqatilib etilib, 3 oy ichida vaqtli qonun palatasi saylimi o'tkaziladi. 1 yil ichida qonun palatasi yangidan saylanadi. Vaqtli qonun palatasida 70 o'rin. Buning ichida Hong Kong oroli bilan G'arbiy Jiuling saylam rayonidan 20 o'rin, Sharqiy Jiulingdan 10 o'rin, G'arbiy Shinji bilan Sharqiy Shinji saylam rayonidan 18 o'rin bo'ladi qatorliqlar bekitilgan. Xotan qog'ozi Dünya madaniyat tarixidagi cho'ng kashfiyotning biri bo'lib, u uzoq tarixdan buyon milliy hunarvanchilik sanoatida muhim o'rinda turib kelgan. Xotan qog'ozi osonlikcha yirtilmaydigan va chirmaydigan alohidalik ega bo'lib, avrishim bo'lg'achqa xat yozishdan boshqa yana dori-darmonlarni o'rash, kiyim-kechaklarga qatorma qilish, har xil go'zal san'at buyumlarini yasash qatorliq sohalarda ishlatiladi. Xotan qog'ozini ishlash Xotanni markaz qilgan holda Yakan va Qashqarlargacha keng umumlashgan. Shuning uchun Xotan shahri ilchidagi bir qancha mahalla hozirgacha qog'oz mahallasi degan nom bilan atalib kelmoqda. Yasalish usuli Xotan qog'ozining asosli xom ashyosi saman qog'ozining xom materiallariga o'xshashmaydigan holda to'g'roq va ujma daraxining qo'ziqidan iborat. Dastlab to'g'roq yoki ujma qo'ziqini yig'ib, uni suvga chilab qo'ydi. Qo'ziq biroz yumshagandan keyin uning sirtqi qo'pol qatlamasini so'yib elib etib, ichidagi bir qavat nepiz oppoq qavat ayirib olinadi. Mana shu xotan qog'ozining asosiy xom materiali hisoblanadi. Bu qavatni qozonni 2 soat qaynatib, yog'och to'qmoq bilan so'qib azgandan keyin maxsus yog'och to'ng'i silib, ustiga ma'lum miqdorda suv quydi va uni to'xtamay qo'chib, o'mashga aylantirdi. Ikkinchi bosqichda bu qo'zoq o'michini maxsus yasalgan cho'mish yechkok orqali o'lchamlik yog'och qilibga tekshir qo'yib, suv ko'lchikida suziladi. Qilibning yuzi tekshlangandan keyin shu peti kun nuriga qaqlab qo'yiladi. Qog'oz bo'tqisi qo'rgandan keyin qog'ozni qilibdan suyib oladi. Shuning bilan dastlabki qog'oz taxtasi bitadi. Bunda qog'ozning bir taxtasi yasalib chiqish uchun taxminan 8-10 chelak suv sarf qilinadi. Agar material tayyor bo'lsa, bir qog'ozchi usta bir kunda bunda qog'ozdan 300 taxt yasab chiqa oladi. Bunda qog'ozni qilibdan olgandan keyin ishlatishga bo'ladi. Agar uni texmi sipta va farqroq qilib pishiqlab ishlash uchun go'rishni ezilgich qaynatib, algakdan o'tkazib, yuzini tekshib patlab, qoshlash bilan surkab silixlaydi. Qadimki muhim tarixiy hujjatlar bitilgan qog'ozlar mana shu silixlangan xotan qog'ozidir. Qo'lga taynab xotan qog'ozini yasash bugungi kunda barg'ansir yo'qolish yuzlangan bo'lsa-mu, lekin u bir xil an'anaviy qo'l hunar san'at sifatida tarixdan o'chgani yo'q. Hozirmi do'ppichilar va do'riporushlar bu qog'ozni ishlatib kelmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.